Assalomu alaykum azizlar. Mana hujjatlarimizni ko'chirib sotishni boshladik. Mana kattalari. Bular 2 metrga yaqin bo'yi. O'rtachasi ham bor. Ko'chiryapmiz mana. Kichkinalari ham bor endi hammasi. Puliga yarashigan katta kichik bir xilda deb 50 mingdan naqd chiqardik. Kimdir kattasini olar ekan, kimdir kichkinasi, hamma puliga yarashasini olar ekan. Shunga kichkinalari 30 ming, kattalari 60 mingdan deb sotyapmiz. Shahdan ko'chirib kelishni boshladik mana. Limonlarimizni ayni ochishni boshladik mana. Qiziqqanlar telefon qilinaveradi. Manzilimiz Farg'ona Toshloq Arab Mozorda. Ekranga nomerlar qo'yib ketamiz. Kimga zarur bo'lsa telefon qilaveradi. Bekorchilar bezovta qilmasin oma. Narxini ham aytdik, manzilni ham aytdik, nomerni ham qo'ydik. Oladigan odam o'ylab ko'rib telefon qilsa, lakasa tashlab beramiz. Lokatsiya bo'yicha kelinaveradi. Ko'pchilik telefon qiladi, narxini so'raydi. Lokatsiya tashing deydi. Ayna qilib bezovta qilishyapti-da. Shuning uchun yaxshilab o'ylab ko'rib oladigan odam kelib olaveradi. Bu baylari chang bo'lib ketgan, mana artsa chiqadi. Yomg'ir yog'sa, yomg'irda ham yuvilib ketaveradi mana chang. Chang.